Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim, ayrimlar uchun esa haqiqatan ham yoqimsiz bo'lishi mumkin bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 5 iyuldan keyin pensiya va nafaqa to'lovlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kechikishlar, tekshiruvlar, ushlab qolishlar va ayrim holatlarda to'lov vaqtincha to'xtatilishi haqida ketmoqda. Bu ma'lumotni oxirigacha eshitishingiz juda muhim. Chunki ko'pchilik pensionerlar men har oy pensiyamni olib yuribman, menga tegishli emas deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda muammo aynan hujjatida kichik xato bo'lgan. Bank kartasi muddati tugagan, ro'yxatdagi manzili bilan yashash joyi mos kelmagan, qarzdorligi bor yoki ishonchnoma orqali pensiya olayotgan odamlarda chiqadi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Ayniqsa ota-onangiz, buvi bobolaringiz pensiya olsa bu video ularga kerak bo'ladi. Men avval vaziyatni oddiy tilda tushuntiraman. Oldin ko'p hollarda pensiya to'lovi odatdagidek avtomatik tarzda o'tkazilar edi. Pensionni bank kartasi orqali olsa, belgilangan kuni pul tushardi. Naqd pul shaklida oladiganlar pochta yoki tegishli to'lov tashkiloti orqali pulni olardi. Agar hujjatlarda mayda tafovut bo'lsa ham, ko'pincha bu darhol sezilmasdi. Masalan, pasport yangilangan, lekin pensiya bazasida eski pasport ma'lumoti turgan bo'lishi mumkin edi. Yoki odam bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan, lekin pensiya bo'limiga xabar bermagan bo'lishi mumkin edi. Bunday holatlar oylar davomida bilinmay yurardi. Endi esa 25 iyuldan keyin to'lov tizimida ma'lumotlarni solishtirish va tekshirish kuchayishi haqida ogohlantirishlar berilmoqda. Bu degani pensiya avtomatik tushaveradi. Degan kafolat hamma uchun bir xil emas. Agar sizning ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi bazasida, bank bazasida, pasport yoki ID karta ma'lumotlarida, ro'yxatdan o'tgan manzilingizda yoki boshqa davlat tizimlarida mos kelmasa, to'lov kechikishi mumkin. Ayrim holatda esa avval aniqlik kiritilsin deb pul vaqtincha ushlab turilishi ehtimoli bor. Bu yerda eng muhim gap shuki, pensiya bekor bo'lib ketadi, hammaning puli kesiladi degan vahima kerak emas. Yo'q, bunday emas. Lekin tartib kuchayganda avval beparvo qaralgan mayda xatolar ham katta muammoga aylanishi mumkin. Men ko'p yillik amaliy tajribamdan bilaman. Pensionerning o'zi aybdor bo'lmasa ham, bitta raqam noto'g'ri yozilgani, bitta hujjat o'z vaqtida yangilanmagani yoki bank kartasi muddati tugagani sababli odam bir necha kun, ba'zan bir necha hafta pulini ololmay qoladi. Pensioner uchun esa bu juda og'ir. Chunki pensiya ko'pincha dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat va kundalik ehtiyoj uchun yagona asosiy daromad bo'ladi. Birinchi guruh bank kartasi orqali pensiya oladiganlar. Agar sizning pensiyangiz plastik kartaga tushsa, kartaning amal qilish muddatini hoziroq tekshiring. Ko'p pensionerlar kartaning ustidagi oy va yilga e'tibor bermaydi. Masalan, kartada 0724 deb yozilgan bo'lsa, demak karta 2024 yil iyul oyining oxirigacha amal qilgan bo'lishi mumkin. Yoki 0726 bo'lsa, 2026 yil iyulgacha amal qiladi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, pensiya hisoblanadi, lekin karta ishlamasa, puldan foydalana olmaysiz. Ayrim hollarda bank yangi karta ochmaguncha pul bloklanib turadi. Oddiy misol, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli opa har oy 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. U dorilariga oyiga dars 9 ming so'm, kommunal to'lovga 2 ming so'm, oziq-ovqatga qolganini ishlatadi. Kartaning muddati iyulda tugaganini bilmaydi. Pensiya tushdi deb o'ylaydi, lekin bankomat pul bermaydi. Do'konda to'lov o'tmaydi. Bankka bo'lsa, kartani yangilash kerak deyishadi. Agar u oldindan tekshirganda edi, 10 daqiqalik ish bilan muammoning oldini olardi. Ikkinchi guruh ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Bu juda nozik masala. Ko'p hollarda keksa odam yurishga qiynaladi. Farzandi yoki nabirasiga ishonchnoma beradi. Ishonchnoma muddati tugasa pul berilmasligi mumkin. Ba'zan ishonchnoma bor, lekin undagi pasport ma'lumoti eski bo'ladi. Masalan, pensioner eski pasportdan ID kartaga o'tgan, lekin ishonchnomada eski hujjat raqami turgan. Bunday vaziyatda bank yoki pochta xodimi pulni bermasligi mumkin. Chunki u qonuniy javobgar. Men har oy olib yurganman-ku degan gap bu yerda yordam bermaydi. Hujjat to'g'ri bo'lishi shart. Uchinchi guruh yashash manzilini o'zgartirganlar. Masalan, pensioner Samarqandda ro'yxatda turgan, lekin Toshkentdagi farzandinikida yashayapti. Yoki Farg'onadan Andijonga ko'chgan, lekin pensiya bo'limiga xabar bermagan.
ilgari bu narsa darhol muammo bo'lmasligi mumkin edi. Endi esa ma'lumotlar solishtirilganda savol tug'iladi. Odam qayerda yashayapti? Qaysi hududdan to'lov olishi kerak? Naqd pul kimga yetkazilishi kerak? Hujjatlari qaysi bo'limda yuritiladi? Shu sababli manzil masalasi tartibga keltirilmasa, pensiya kechikadi. 4-guruh qarzdorligi bor pensionerlar. Men bu masalani alohida ta'kidlayman. Agar sizda aliment, sud qarori, kredit qarzi, kommunal qarz bo'yicha ijro hujjati bo'lsa, pensiyadan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha pensiyaga tegishmaydi deb o'ylaydi. Aslida hamma holatda emas, lekin ayrim qonuniy asoslar bo'lsa, ma'lum foiz ushlab qolinadi. Masalan, pensioner 1.500.000 so'm oladi. Sud qarori bilan IXX foiz ushlab qolinadi va qo'liga 1.200.000 so'm tushadi. Odam esa pensiyam kamayibdi, davlat kesibdi deb o'ylaydi. Aslida sabab ijro hujjatida bo'lishi mumkin. 5-guruh nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladiganlar. Bu to'lovlarda hujjatlar yanada muhim. Nogironlik muddati tugagan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, o'qiyotgan farzand bo'yicha ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan bo'lsa, to'lov to'xtashi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini 18 yoshdan katta talaba olayotgan bo'lsa, u o'qishini davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar bu ma'lumot vaqtida kiritilmasa, tizim asos yo'q deb ko'rsatishi mumkin. Endi kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning ID kartangiz yoki pasportingiz yangilangan, bank kartangiz amal qilmoqda, yashash manzilingiz to'g'ri, qarzdorlik yoki sud ijrosi yo'q, pensiyani o'zingiz olayapsiz va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringiz mos bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda muammo bo'lmaydi. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki xotirjamlik taxmin bilan emas, aniq ma'lumot bilan bo'lishi kerak. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, pul tushmagan bo'lsa, demak pensiyam kesildi deb o'ylash. Bu noto'g'ri. Pul tushmasligining sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Bank texnik kechikishi bo'lishi mumkin. Kartangiz bloklangan bo'lishi mumkin. Hisob raqamingiz o'zgargan bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasida ma'lumot aniqlashtirilayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi kuni yo'q vahima qilmasdan sababni aniqlash kerak. Ikkinchi tuzoq, SMS kelmasa pul tushmagan deb o'ylash. Ba'zi pensionerlar bankdan SMS kelishini kutadi, lekin telefon raqam o'zgargan, SMS xizmati o'chgan yoki bank ilovasida xabar kelmay qolgan bo'lishi mumkin. Hisobni bankomatdan, bank filialidan yoki bankning rasmiy aloqa markazi orqali tekshirish kerak. Uchinchi tuzoq, farzand yoki nabira kartadan foydalanishi. Men buni ochiq aytaman. Ko'p oilalarda pensionerning kartasi farzandida yuradi. Pensioner o'zi PIN kodni ham bilmaydi. Bu juda xavfli. Birinchidan, pensioner o'z pulini nazorat qila olmaydi. Ikkinchidan, karta yo'qolsa yoki bloklansa, bank faqat karta egasi bilan ishlaydi. Uchinchidan, nizoli vaziyatda pulni kim oldi degan savol chiqadi. Shuning uchun pensionerning kartasi pensionerning o'zida bo'lishi, hech bo'lmasa u har oy qancha pul tushganini bilishi kerak. 4-tuzoq, ortiqcha to'langan pensiya. Ayrim hollarda odamga hujjatdagi xato sabab ortiqcha pul to'langan bo'lishi mumkin. Keyin bu aniqlansa, davlat ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, pensioner biror imtiyoz asosida qo'shimcha 200.000 so'm olib yurgan, lekin bu imtiyoz muddati allaqachon tugagan. 10 oy davomida 200.000 so'mdan ortiqcha to'langan bo'lsa, jami 2 million so'm bo'ladi. Keyin bu summa pensiyadan bo'lib ushlab qolinishi mumkin. Pensioner esa birdaniga nega pensiyam kamaydi deb hayron bo'ladi. 5-tuzoq, chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat xorijda bo'lsa, ayrim to'lovlar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Bu ham hujjat va tasdiqlash masalasiga borib taqaladi. Odam chet elda yashasa, lekin O'zbekistondagi manzilda ro'yxatda tursa, tizimda savollar tug'ilishi mumkin. Bunday holatda oldindan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib to'lov tartibini aniqlashtirish kerak. 6-tuzoq, nogironlik muddati va tibbiy hujjatlar. Nogironlik guruhi muddatsiz bergan bo'lsa, boshqa masala. Lekin muddatli bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish va tegishli hujjatlarni yangilash shart. Agar muddat 10 yilda tugasa, pensioner 11 iyuldan keyin nega pul tushmadi deb so'rashi mumkin. Sabab juda oddiy. Tizimda nogironlik asosining muddati tugagan. Shuning uchun tibbiy ko'rik sanalariga befarq bo'lmaslik kerak. 7-tuzoq,
meros va vafot etgan pensionerning puli. Ba'zi oilalarda pensioner vafot etgandan keyin kartadagi pulni ishlatish holatlari uchraydi. Bu juda xavfli va keyinchalik huquqiy muammo tug'dirishi mumkin. Vafot holati qayd etilgandan keyin ortiqcha tushgan pul qaytarilishi talab qilinadi. Shuning uchun bunday holatda darhol tegishli organlarga xabar berish va qonuniy tartibda ish yuritish kerak. 8-nozik jihat. Minimal pensiya, qo'shimcha to'lovlar va kompensatsiyalar. Ba'zan pensioner asosiy pensiya bilan qo'shimcha to'lovni aralashtirib yuboradi. Masalan, asosiy pensiya 1 million 1 ming so'm. Ustiga ayrim kompensatsiya yoki ustama qo'shilib 1 million 300 ming so'm tushib yurgan. Keyin ustama uchun asos tugasa 200 ming so'm kamayadi. Pensioner buni pensiyamni kesishdi deb qabul qiladi. Aslida asosiy pensiya qolgan. Faqat qo'shimcha to'lov bo'yicha shart o'zgargan bo'ladi. Shuning uchun har bir pensioner o'z pensiyasi nimalardan tashkil topganini bilishi kerak. Asosiy summa qancha, ustama qancha, kompensatsiya bormi, ushlab qolish bormi? Endi eng kerakli qismga keldik. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz amal qilyaptimi? Familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana mosmi? JSSH raqamingizda xato yo'qmi? Bularni ko'ring. Agar hujjat almashtirilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasidagi ma'lumot ham yangilanganini aniqlang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddatiga qarang. Agar muddati yaqinlashgan bo'lsa, bankka boring va yangisini chiqarib oling. Bankka borganingizda shaxsni tasdiqlovchi hujjatni oling. Agar kartani farzandingiz ishlatayotgan bo'lsa, baribir karta egasi pensioner bo'lgani uchun bank ko'pincha pensionerning o'zini talab qiladi. Yura olmaydigan pensionerlar uchun bankning masofaviy yoki ishonchnoma asosidagi xizmatlari bor yo'qligini oldindan so'rab biling. Uchinchi qadam, pensiya bo'limiga murojaat qilib ma'lumotlaringizni solishtiring. Hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki ishonch telefoni orqali so'rang. Mening pensiya ishim bo'yicha ma'lumotlarim to'g'rimi? Pasport ma'lumotim yangilanganmi? Manzilim mosmi? To'lovda cheklov yo'qmi? deb aniq savol bering. Umumiy hammasi joyidami desangiz, ba'zan umumiy javob olasiz. Siz aniq bandlar bo'yicha so'rashingiz kerak. 4-qadam. Qarzdorlikni tekshiring. Agar pensiyangiz kamaygan bo'lsa yoki odatdagidan kam tushgan bo'lsa, darhol bankni ayblamang. Sud ijrochilari byurosi, kredit tashkiloti, kommunal xizmatlar yoki boshqa ijro hujjatlari bor yo'qligini tekshiring. Agar ushlab qolish bo'lsa, uning asosi, miqdori va muddati haqida yozma ma'lumot so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Qaysi qaror asosida? Qancha foiz? Qancha muddat ushlanadi degan savollarni bering. 5-qadam, ishonchnomani yangilang. Agar pensioner pulini o'zi ola olmasa va boshqa odam orqali olsa, ishonchnoma muddati. Undagi hujjat raqamlari va vakolatlar to'g'ri yozilganini tekshiring. Ishonchnomada faqat hujjat topshirish vakolati bo'lib, pul olish vakolati yozilmagan bo'lsa, pul berilmasligi mumkin. Shuning uchun notariusga borganda pensiya va nafaqa pullarini olish, bankda hisob raqam ochish yoki karta almashtirish, tegishli ariza berish kabi holatlar kerakligini aniq ayting. 6-qadam. To'lov tushmagan kuni nima qilishni biling. Agar 20-iyuldan keyin yoki odatdagi pensiya kuni pul tushmasa, birinchi bo'lib bank hisobini tekshiring. Keyin bankdan mablag' kelganmi yoki yo'qmi deb so'rang. Agar bank mablag' kelmagan desa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar bank mablag' kelgan, lekin karta bloklangan desa, muammo bank tarafda bo'ladi. Bu farqni bilish juda muhim. Aks holda siz bir idoradan boshqasiga yurib, vaqt yo'qotasiz. 7-qadam, ariza yozishni o'rganing. Agar muammo bo'lsa, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Oddiy ariza yozing. Men falonchi, pasport raqamim falon, JSSH raqamim falon, pensiya to'lovim falon sanadan beri tushmagani sababli to'lov kechikishining sababi. Ushlab qolish mavjud bo'lsa, uning huquqiy asosi va miqdori haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Mana shunday ariza ko'proq natija beradi. Chunki idora yozma javob berishga majbur bo'ladi. 8-qadam. Hujjatlardan nusxa tayyorlang. Pensionerda quyidagi hujjatlar alohida papkada tursin. ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, bank karta ma'lumotlari, oxirgi to'lovlar haqidagi chek yoki bank ko'chirmasi, ishonchnoma nusxasi, nogironlik bo'yicha hujjat bo'lsa, uning nusxasi, o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, uning nusxasi. Bu hujjatlar tayyor bo'lsa,
Muammo chiqqanda idora yugurish kamayadi. 9-qadam telefon raqamingizni yangilang. Bankda ham, pensiya bo'limida ham siz bilan bog'lanish uchun amaldagi telefon raqami bo'lishi kerak. Ko'p pensionerlar eski raqamni yopib yuboradi, yangi raqamni esa hech qayerga bermaydi. Keyin SMS kelmaydi, ogohlantirish yetib bormaydi, bank tasdiqlash kodi kelmaydi. Shu sababli telefon raqami ham hujjat kabi muhim. 10-qadam yaqinlaringizni xabardor qiling. Agar siz pensioner bo'lsangiz, farzandlaringizga pensiya qachon tushishini, karta qayerda ekanini, qaysi bankda hisob ochilganini, hujjatlar qayerda turganini aytib qo'ying. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizning pensiyasini nazorat qilishga yordam bering, lekin ularning pulini o'zboshimchalik bilan ishlatmang. Pensionerning puli pensionerning ehtiyoji uchun sarflanishi kerak. Keling, uchta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, 72 yoshli otaxon har oy 1.400.000 so'm pensiya oladi. Iyul oyida 900.000 so'm tushdi. U darrov pensiyamni kesib tashlashdi deb xavotir oldi. Tekshirilsa, eski kredit bo'yicha ijro hujjati kelgan va 5.000 so'm ushlab qo'yilgan. Bu yerda yechim nima? U ijro byurosiga borib, qarz qoldig'i qancha, ushlab qolish foizi to'g'rimi, kamaytirish imkoniyati bormi, shuni aniqlash kerak. Ikkinchi vaziyat, 65 yoshli ayol pensiyani qizining kartasi orqali olayotgandek yuradi. Aslida pensiya onaning nomidagi kartaga tushadi, lekin karta qizda. Karta muddat tugaydi. Ona bankka bora olmaydi. Qiz esa men qiziman, menga beravering deydi. Bank bermaydi. Nega? Chunki karta egasi ona. Yechim oldindan ishonchnoma qilish yoki onaning o'zini bankka olib borish kerak edi. Mana shu oddiy e'tiborsizlik sabab bir oy muammo bo'lishi mumkin. Uchinchi vaziyat, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan talaba yozda o'qish ma'lumotnomasini topshirmaydi. Tizimda uning o'qishi tasdiqlanmaydi. To'lov to'xtaydi. U nega nafaqam kelmadi deb so'raydi. Sabab, asoslovchi hujjat yo'q. Yechim, o'qish joyidan ma'lumotnoma olib, tegishli bo'limga topshirish va to'lovni tiklash bo'yicha ariza berish. Ko'rib turganingizdek, muammolarning katta qismi pensiya kamaygani uchun emas, hujjat, bank, qarzdorlik yoki tasdiqlash masalasi sabab kelib chiqadi. Lekin pensioner uchun natija bir xil. Pul vaqtida qo'lga tegmaydi. Shuning uchun oldindan harakat qilish juda muhim. Aziz yurtdoshlar, 15 iyuldan keyingi eng yomon xabar shuki, beparvolik qilgan pensionerlar pensiyasini vaqtida ola olmay qolishi, to'lovi kechikishi, kartasi ishlamasligi yoki qarzdorlik sabab kutilmagan ushlab qolishga duch kelishi mumkin. Lekin yaxshi tomoni ham bor. Bularning ko'pini oldindan tekshirib, oldini olish mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hujjatlaringizni ko'ring. Bank kartangiz muddatini tekshiring. Pensiya bo'limidagi ma'lumotlaringiz mosligini aniqlang. Ishonchnoma va qarzdorlik masalasini tartibga soling. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, yura olmaydigan, hujjat ishlarini tushunmaydigan pensioner yaqinlaringiz bo'lsa, ularga yordam bering. Sizda pensiya kechikishi, kamayishi yoki ushlab qolinishi bo'yicha holat bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa chiqaradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyoz va huquqlaringiz bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.